Xush, xullas kalom, assalomu alaykum hammaga. Ro'za Ramazonni bugun mana 16-kuni ketyapti. Qalay ketyapti? Yaxshimi, yo'qmi? Hop, kommentariyada yozib ketasizlar. Bugun xudo xolisa ko'rayotganinglarda true false not given savol turlarini ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqayotganda tanlagan pesijam anaqa Cambridge 19 birinchi testda nimaga именно bu bilmayman, shu kirdim, sirasi mana shuni tanladim. Endi shu narsani qilishni boshlaymiz. Nimaga o'zi bu video bo'lyapti? Birdaniga ko'p sonli odamlarga manfaat tegsa yaxshi bo'lardi, xudo xolisa. Keyin o'quvchilar baribir shu savol turlarida qiynalishadi. Boshqa savol turlari ham bor. Misol uchun multiple choice'larda, matchinglarda, headinglarda, mana shularda ham ko'p qiynalishadi. Shulardan bittasi true false not given. Boshida sразу aytaman, true false not given savollari yes no not given bilan bir xil bajariladi. Endi keladigan bo'lsa, birinchi navbatda aytib ketaman, mana shu true false not given questionlari tekst bo'yicha in order keladi. Ya'ni birinchi 1 keladi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keladi. Bu narsa faqat har xil bo'lishi mumkin. Qaysi ma'noda? Bir xillari mana shu tekstni birinchi qismida keladi va undan keyingi savol turlari, misol uchun tekstni davomida kelishi mumkin. Yokida ba'zida tekstni boshida kelishni boshlaydi va oxirroqgacha keladi bu narsa. U nimadan zavis qiladi? Undan keyingi, misol uchun mana bu holatda gap filling ekan, gap fillingga qarab turib keladi bu narsa. Buni vaziyatni yengillashtirish yo'llari bor. Misol uchun ba'zi bir boshqa o'qituvchilar maslahat berishadi. Boshida birinchi savolni topib olish va tekstni oxirisida, masalan, 7-si 1dan 7gacha ekan, 7-chi savol bo'ladigan bo'lsa, 7-chi savoldagi keywordni belgilab turib, o'shani tekstdan topish. Balki bu narsa botdadir yoki bu yoqdadir, men u narsani bilmayman. Shunga qarab turib qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi navbatda biz nima qilamiz? Find and underline keywords. Keywordlar true false not given question o'zi hamma savol turlarida juda muhim, lekin true false da juda ham muhim hisoblanadi. Bu narsani ko'rib chiqamiz qanaqa qilish. Uchinchi navbatda maslahat bergan bo'lardim. Mana bu main statement bo'ladigan bo'lsa, mana shu statementni kichkina bo'laklarga bo'lib chiqish. Shu bo'lgan bo'laklar hammasi chiqadigan bo'lsa, bu narsa true bo'ladi. Agarda bo'laklarni bittasida yolg'on ketadigan bo'lsa false, yoki noto'g'ri ketadigan bo'lsa false bo'ladi. Not given bo'lishi shu bo'lgan bo'laklarning qaysidir qismi chiqmay qoladi. Mana shu holatda not given bo'ladi. Keyin mana shu 4-tip bu narsa true false not given savollari ko'pincha birinchi bilan 3-passageda keladi. Va o'zi bilan birga, masalan, birinchi passageda ko'pincha true false not given savollar ko'p. Masalan, bu holatda ham 1dan 7gacha, ya'ni 7 ta ekan va davomida ko'pincha gap filling keladi va shu narsa passage 1ni qolganlariga qaraganda osonroq qiladi. Xo'p, именно bu true false not givenimiz qolganlariga qaraganda sal osonroq ekan. Nimaga? Mana savollarni ko'ryapmiz, bu yerda ismlar ko'p. Ismlar mana bu yerda bor ekan. Mana bu yerda Pete Sampras degan odam, mana bu Warner Fisher degan odamlar bor ekan. Bular tekstda keywordlarni tez topishimizga yordam beradi. Bu degani passage 1ni o'zini biz tez tugatishimiz kerak. 15-16 minutda tugatsa, ko'pincha passage 3 qiyin keladi. O'shanga vaqtimizni ekran qilib qolamiz. Xo'p, endi boshlashdan oldin albatta bismillah aytib boshlaymiz. Qani, bismillah. Xo'p, ketdi belgilash. Endi birinchi qiladigan ishimiz tekstni o'qib o'tirmaylik. Bu narsa faqatgina vaqtinglarni oladi. Biz savollarni o'zini analiz qilamiz. Analiz qilayotganda men birinchi nima qilaman? Masalan, ketmabda Andrew Murray bor, keyin 2016-yil bor. Buni qaraymiz va undan tashqari keyingi savolga tushamiz. Bu Mike and Bob Bryan made changes to the types of narsa used on their racket frames. Mana bu Mike and Bob Bryan. Mana shu narsani ikkita keyword bo'ladi. Buni men nimaga belgilab oldim? Bu narsani tez topib oladigan bo'lsam, men tushunib olaman. True false not given to'liq tekstda ketyaptimi yoki tekstning определенный qismida. Hop, birinchi bo'lib qidiramiz Andrew Murray haqida. Mana o'sha mantiqdan chiqyapti. 2016-yil bormi? 2016-yil boshida bor ekan bu. Mana shu yerda ketdi, true false not given boshlanadi. Keyingisida kim edi? Keyingisida Mike and Bob Bryan haqida gap ketyapti. Mike and Bob Bryan. Xo'p, bular mana bu yo'lidan boshlanishi mumkin. Yoki shuni davomida qayerdadir chiqishi bor. Mana bu yerda o'sha Mike and Bob Bryan chiqdi. Bu degani true false not given savollari menimcha bu yerda 7 ta degani mana shuni orasida tugab qolmaydi. Buni bu silishkim oson qilib tekstda. Davomida kelishni boshlaydi va mana bu savol turlari ham in order keladi. Birga o'qish tekstda passage o'qish davomida ham bunga va o'sha gap filling savollarga javob berib ketish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi buni o'chirib turamiz. Xo'p, mana bu narsa find and underline keywords undan tashqari break main statement into smaller ones. Mana shu narsani qilishni boshlaymiz. Menga statementni o'qiymiz. People had expected Andrew Murray to become the world's top tennis player for at least 5 years before 2016. Ya'ni odamlar shu narsani ajratib qilishgan ekan. To'shto Andrew Murray 2016-yildan oldin mana shu eng kamida 5 yil ichida dunyodagi eng yaxshi tennischi bo'lishini odamlar kutishgan ekan. Bu narsani kichkina statementlarga breakdown qilamiz. Ketdik hop. People had expected Andrew Murray to become the world's top tennis player for at least
5 years before 2016. Mana shu yerda 3dagi bo'lib oldik. Bu narsani qidirishimiz kerak, boshida berilgan edi. In 2016, the British professional tennis player Andy Murray was ranked as the world's number 1. Ya'ni mana shu yerda aytilyapti, 2016-yilda number 1 bo'lgan. Bo'ldi, bu narsa berilgan. Lekin qidiryapmiz, bizga top mana list 5 years degan joyda odamlarning ajdaniyasini topishimiz kerak. It was an incredible achievement by any standard, made even more remarkable by the fact that he did this during a period considered to be one of the strongest in sports history, competing against the likes of Rafael Nadal, Roger Federer, and Novak Djokovic, to name just a few. Yet 5 years previously, yet 5 years previously, he had been regarded degan joyi, people had expected degan joyiga keyword bo'lib kelyapti, ya'ni paraphrase bo'lgan. As a talented outsider who entered but never won the major tournament. Hop, bu narsa menimcha false bo'ladi, sababi hozir tushuntiramiz bu narsani. Caps lockda qila qolamiz. Hop, ketdi. Endi nimaga bu narsa false deydigan bo'lsa, bu aytilyaptiki, people expected him to be a top tennis player. Ya'ni odamlar uni top tennis player bo'lishini 2016-yildan 5 yil oldin shu narsani ajdod qilishgan. Lekin bu aytilyaptiki, a talented outsider. Talented outsider degani mana shu 5 yil oldin ham talanti bor, lekin kuchli tennischilarning orasiga kirolmaydi. Bu outsider. Mana shu futbol anaqasida futbol ko'radiganlar yaxshi biladi. Outsider jamoalar bo'ladi, ya'ni ular yuta olmaydi degan tushuncha bo'lgan. Hop, demak bu yerda qarama-qarshi fikr kelyapti. Top tennis player bo'lishini kutishgan, lekin bu yerda talented outsider. Demak nima bo'lgan? Mana shu qismi qarama-qarshi kelyapti. Qarama-qarshi kelyapti degani mana bu qismi. Qarama-qarshi degani bu narsa yolg'on va false bo'ladi. Endi keyingi statementga o'tamiz. Keyingi statementga o'tayotganimizda, hop, the change that Andy Murray made to his rackets attracted a lot of attention. Ya'ni Andy Murray o'zini raketkasiga qilgan o'zgarishi ko'p e'tibor jalb qildi deb beryapti. The change that Andrew Murray made to his rackets attracted a lot of attention. Bu yerda statementni ikkiga bo'lamiz, ikkalovini qidirishni boshlaymiz. Mana bu yerda tugadi, demak javob уже mana shu yerdan chiqishi kerak. Of changes that account for this transformation was visible and widely publicized in 2011. Murray invited former number 1 player Ivan Lendl onto his coaching team, a valuable addition that had a visible impact on the player's playing style. Ya'ni bu yerda birinchi change kelyapti. Birinchi change endi bu narsaga tegishli emas ekan, davomini qidiramiz. Another change was so subtle as to pass more or less unnoticed. Like many players, Murray has long preferred a racket that consists of two types of strings, one of the mains, verticals, and another for the crosses, horizontals. While he continued to use natural string in the crosses, he switched to a symbolic string. Mana shu уже 2012-yilda u nima qildi? Boshqa raketkaga o'zgartirdi. Hop, a small change perhaps, but its importance should not be underestimated. Qaranglar, mana shu paragraf sal tricky bo'lyapti. Nimaga? Chunki bu paragrafda ikkita o'zgarish berdi. Mana shu birinchi o'zgarish, team coaching valuable attention to players. Hop, yangi trener kelgani uni o'zgarish stiliga ancha muhim, kuchli ta'sir o'tkazdi deyapti. Undan davomida ketdi. Another change was so subtle. Noto'g'ri belgilab qo'ydim. Another change was so subtle as to pass more or less unnoticed. Mana shu yerda birinchi change, ikkinchi change haqida gap ketiryapti. Ikkinchi chetda bu narsa sezilarli bo'lmadi deyapti. Sezilarli bo'lmadi degani, demak, attracted a lot of attention ni qarama-qarshi tomon, a lot of attention degani ko'proq e'tibor degani, bu yoqda bu narsa uncha sezilarli bo'lmadi degan ma'noda kelyapti. Va xuddi shu tekstda pastki qismida u o'zgartirganligi, mana he switched to a synthetic string for the mains, ya'ni raketkasini o'zgartirgan paytda adashmasam shu raketkani o'zini simlari bo'ladi, o'sha vertikal, gorizontal simlari bo'ladi va o'sha simda o'zgartirish bo'lganligi. Demak, bu tekstda berilgan ma'lumotga ko'ra yolg'on, false bo'ladi. Kapsulamizni yoqing. False. Yaxshi. Davom etamiz. Keyingisi, most of the world's top players take professional racket strings on tour with them. Ya'ni juda asosiy qismdagi top tennis o'yinchilari o'zini raketkalarini nimaga oladi? O'zi bilan chempionatlarga, turlarga oladi deyilyapti. Ketdi, yana breakdown qilamiz statement. Most of the world's top players take professional racket strings on tour with them. Buni 3 ga bo'lsa bo'ladi. Nimaga 3 ga bo'lyapman? Mana shu savol yaxshilab analiz qilamiz sizlar bilan. Most of bu narsa
true bo'lishi uchun hammasi chiqishi kerak. Ya'ni birinchi chiqadigan narsa top playerlarning asosiy qismi degan narsa chiqishi kerak. Ikkinchi chiqishi kerak bo'lgan narsa ular o'zini raket stringlarini, ya'ni raketkasini menimcha simlar haqida gap ketyapti. O'sha narsalarni o'zi bilan olib yuradi deyapti va undan tashqari nimaga olib boradi? Chempionatga. Xo'p, bular masalan, deylik false bo'lishi uchun bu yerda qattiq o'zgarish bo'lishi mumkin. Masalan, take professional racket string o'zi bilan olmaydida, buni nima qiladi? Kimdir jo'natadi deyishi mumkin. Yokida o'sha yerda o'zi chempionat beradi deyishi mumkin. Yokida tour with them degan joyda yo'q, o'zi bilan olmaydida, ular masalan qanaqadir trenirovkaga olishi mumkin. Shunaqa holatlarda bu narsa false bo'ladi. Not given bo'lishi uchun bu narsa most of the players bo'lmaydi. Sal boshqacha, masalan, deylik, prosta playerlar bo'lishi mumkin. Yokida professional racket stringer o'rniga yo'q, mana shu narsa oladi deb aytmasligi mumkin, yokida o'zi bilan chempionatga emasda, o'zi bilan postoyanno olib yuradi degan tushuncha kelishi mumkin. Shuni endi hozir topishga harakat qilamiz. Bu yerda 2 tugadi, demak 3-manatdan qidiramiz. Biz 2-manatga qo'yib olsak. The modification that Murray made is just one of the number of options available to players looking to tweak their rackets in order to improve their games. Touring professionals ham bo'ldi chiqdi mana bu. Most of the world's top players bo'lsa, touring professionals, ya'ni professionallar, ular qanaqa? Turga boradigan, chempionatga boradi. They have their rackets customized to their specific needs, says base professional racket stringer. It is highly important part of preference maximization. Consequently, the specific rackets used the world's elite are not actually readily available to the public. Rather, each racket is individually made out of the Xo'p, xullas kalom ujmandan keyin savol kelyapti. Qaranglar, eslab qolinglar. True false not given-da juda ham deylik, men bitta necha qator o'qib tashladim. 6 qator o'qidim. 6 qator o'qiganimda ham javob kelmayapti. Endi kelgan qismlari qaranglar. Mana bu narsa keldi. Most of the players kelgan nima ekan? Racket into improve degan. Have their racket says. Xullas kalom. Mana shu statementda nima kelmayapti? Ular o'zi bilan turga olmasligi kelmayapti shu narsani. Ya'ni ko'p professionallar o'zini raketkasini o'zgartiradi, customization qiladi, adjustmentlar qiladi, har xil o'zgarishlar kiritadi. Lekin imенно o'sha narsani turga olishi to'g'risida ma'lumot berilmadi. Mana bitta hozir o'qigan narsamizga ko'ra, ular o'zgartirishlar, har xil o'zgartirishlar kiritishi va bu narsa boshqa, masalan, havaskor tennischilarga available emasligi to'g'risida berilyapti. Ketdi. Bu narsani endi menimcha nima bo'ladi? O'sha menimcha tushundinglar, bu not given bo'lishi kerak. Not given bo'ladi. Ketdi. Xo'p, davom qilamiz. Davomida. Mike and Bob Bryan use rackets that are light in comparison to the majority of rackets. Ya'ni bu yerda 2 ga bo'lsa ham bo'ladi. Mike and Bob Bryan ikkalovi boshqa o'yinchilarga qaraganda yengilroq raketkalarni ishlatishar ekan. Xuddi shu narsani qidirish bo'lgan. Mike and Bob Bryan chiqqan edi. Davom etib ketamiz. Mike and Bob Bryan buni aniqlab qo'ysa, Mike and Bob Bryan, for example, we are very particular with our racket set specification. They say all our rackets are sent from our manufacturer to Tampa, Florida, where our frames go through a thorough customization process. Ya'ni bu aytilyapti, to'g'ri, ular juda ham tashkiliy bir narsa e'tibor beradi va ular uchun maxsus ishlab chiqarib, mana shu Tampa, Floridaga jo'natiladi. They explain how they have adjusted not only racket lengths but even experimented with the different kinds of paint. The rackets they use now weight, the rackets they use now weight more than the average model and also have a denser stringer. Text bo'yicha aytilgan bu narsa light in comparison, ya'ni yengil, abyodachi, bu yerda weight more than the average, ya'ni og'irroq. Mana shu qismida qarama-qarshi fikr kelyapti. Bu narsa o'sha shubhasiz nimaga olib keladi? Bu false bo'ladi. False. Xo'p, yaxshi. Ketdi. Endi 5-savol turiga keladigan bo'lsa, 5 qilamiz hozir. Warner Fisher. Yana qaytib aytaman, ismlar chiqyapti, ismni tekstdan son qiladi. Qaysi ma'noda javoblarni topishimiz tezlashadi. Warner Fisher played with a spaghetti stang racket that he designed himself. Ya'ni mana shu odam o'zi yasagan, xullas kalom, o'zi dizayn qilgan ekan mana shu raketkani. Warner Fisherni tez qidiramiz. In the primary can become more and more as a result. The player. Mana tekstda Warner Fisher yo'q. Rocket modification. Mandan o'sha ketdi. Buni hozir o'chirib turamiz. Mana bunga qo'yib qo'yamiz. Ketdi. Warner Fisher started playing with so-called spaghetti stang racket. It created a string bed that generated so much topspin that it was quickly banned by International Tennis Federation. However, within a decade or two, racket modification became a regular. Xullas kalom, mana bundan ketyapti. U odam haqiqatda spaghetti stang degan raketkada o'ynagan va bu narsa uni menimcha serving qilayotgan paytdami
create best so much top screen. Xullas urayotgan paytda juda ham kuchli aylanuvchi xususiyatni bergan ekan. Endi haligi kelgan bu o'zlari dizayn qilganlari to'g'risida hech qanaqa fikr yo'q-ku, to'g'rimi? Mana shu odam mana shu raketkada o'ynaganligi to'g'risida fikr berildi. Yana xuddi shu mini statementlarga bo'ldik. Mana qismida javob mana shu narsani tekstdan topolmadik. Bu narsa bizga not givenni beradi. Hop, ketdi. Davom etamiz. Oson topildi bunisi. Ketdi. The weather can affect how professional players adjust the strings on their rackets. Ya'ni havo nima qilishi mumkin ekan? Professional o'yinchilar o'zini raketkasiga o'zgartirish kiritishiga ta'sir qilishi mumkin. Mana shu uchalovini endi qidirishni boshlaymiz. Hop, qayerga keladi? Banned by international. Today it is in many ways an aspect of the game that is equal to hop yo pastda. Modifications can be divided into two categories, those with string and those with frame. Biz hozir keyword sifatida mana shu weather degan joyini topishimiz kerak. The former letter thing and there was installed something that nearly experiment with the continued change depending on various factors including court surface and climatic condition and stuff. Bo'ldi, mana shu joyga ketyapti. Xo'p, xullas kelam. They continually change it depending mana shu z degan joyda yana mana qilamiz. Xo'sh, z degan joyda kim aytilyapti? Albatta, professional tennis o'yinchilari. Continually change it depending on various factors including court surface, yana court surface, mana shu climatic conditions. Bu davom kerak emas. Ya'ni mana shu professional o'yinchilar mana bu aytilganida davom ettiradi, nima davom ettiradi? O'zini raketkasiga o'zgartirishlar kiritishi nimaga asoslangan holatda? Bu yerda climate conditions deb beriladi. Bu yerda weather can affect deb beriladi. Ya'ni u holatda ham bu holatda ham statement true. Ketdi, bu narsa true bo'ladi. True ni belgilab qo'yamiz. Endi 7-si. It was believed that the change Pete Sampras made to his rackets contributed to nimaga? His strong serve. Ya'ni mana shunaqa fikr bo'lgan. Ya'ni bu it was believed that degan joyda boshqa odamlar ishongan. To'shto Pete Sampras degan odam o'zini raketkasiga kiritgan o'zgartirishi, u o'zini bilsalik kerak, tennis o'ynaydiganlar, o'ynamaydiganlar ham biladi. Serving podacha qilayotgan paytda juda kuchli, o'sha kuch bergan ekan o'zgartirishi. Ya'ni keyword sifatida Pete Samprasni qidiramiz. Hop, qani, all time natural shape or this all Trent tennis now played there. Voy, o qatta bo'ldi, chiqmayapti. O'tkazardim. Bitta chiqdi. U mana shu yerda уже paragraf tashlab ketildi. Endi men narsani aytib o'tib ketaman sirazu. Ikkita pustoy paragraf kamdan-kam holatda. O'zi reading passage chiqayotgan paytingizda eslab qolinglar. Pustoy paragraf juda ham kamdan-kam holatda keladi. Eng oxirgi paragraflar balkim eng oxirgisi bitta ikkitasi bo'sh bo'lib qolishi mumkin, lekin eslab qolinglar, prям men bitta aytmoqchi bo'lganim mana vazifalar kelishi mumkin. Bu narsa hozir bizga muhim emas, bizga mana narsa kerak. O'qib chiqamiz. However, many players go beyond this basic adjustment to the strings and make changes to the racket frame itself. For example, much of the serving power of US professional player Pete Sampras was attributed to the addition to 4 to 5 lead weights into his racket, and today many professional value xullas kalomda bu narsani men turdi bo'layman. Nimaga? Chunki Pete Sampras haqiqatda aytilyaptiki, bu tepada berilgan boshqa o'zgarishlardan ancha chuqurroq ketdi. Bu raketkani ismi emas, undan tashqari uni nima desa, qobig'i deydimi, o'sha qobig'iga ham o'zgartirish bergan. Bu narsa much of the serving mana for example, much of the serving power of US professional player was attributed to the addition of life. Xullas kalom, mana shu qismda aytildi. Nima deyildi? Shu o'zgartirish sababli mana shu amerikalik professional tennischilar berayotgan serving power'i kuchaygan deb berilyapti. Ya'ni xuddi shu narsa mana bu ham kelgan. Bu narsa ham javobi true bo'ladi. Xo'p. Shu tarzda bajarib bo'ldik. Bu yerda demak false, not given, true bo'lyapti javoblari. Ko'rdinglar, tekst boshidan kelgan javoblari. Men keywordlar bilan juda ham ko'p ishlamadim, chunki meni ishlash stilim shu. Mana bu yerda ham уже mana shungacha kelyapti. Xuddi true false not given ga mana shu ikkita paragraf ortib qoldi. Mana men vazifani hali misol uchun bajarmadik, balkim keyingi videolarda bajararmiz. Mana shungacha tugayapti. Endi xulosaga keladigan bo'lsa, true false not given ni qilish stillari xohlagan joylardan topishingiz mumkin internetdan, o'tdan. Mana shu stilni men o'zim ishlataman. Buni o'zim o'ylab topdim demayman. Bu narsani boshqa o'qituvchilar menimcha bemalol ishlatishadi.
aytmoqchi bo'lganim, statementda eng asosiy qismi mini statementlarga bo'lib olasizlar va o'sha narsani tekstdan qidirasizlar. Agarda hammasi chiqadigan bo'lsa true bo'ladi. Bitta qismi chiqmasa not given bo'ladi. O'sha bitta qismida qarama-qarshi ma'lumot beriladigan bo'lsa, bu уже false bo'lishni boshlaydi. Keywordlarni belgilaysizlar, keywordlarni topib, uni keyin paraphrasini analiz qilasizlar. Xo'p, bu video xudo xolisa hammaga shu manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Shu bilan sekin yana tugatsa bo'ladi.